2025-yilning so'nggi kunlari bo'lishiga qaramasdan qish faslining o'rtasi bo'lsa-da, Izmirda hali ham bahorday go'yo. Yashillik, o'sha yomg'ir, bahor yomg'irini eslatuvchi, oqshom kirayotganligi uchun mana chiroqlar yoniq. Bu yerdan esa qarshi yoqani kuzatish mumkin. Bu Egey dengizi. Egey dengizi bilamizki, uzunligi 700 kilometr, eni esa 400 kilometr. Juda katta masofani egallagan. Bu Turkiya va Yunonistonni sohillarini yuvib turuvchi dengiz hisoblanadi. Mana shu qismda to'g'riga ketilsa Yunonistonga borilar ekan. Mana bu ko'rib turgan joyingiz esa Qarshiyoqa deyiladi. Bu yerdan kemalarda Qarshiyoqaga o'tiladi. Ajoyib tabiati bor. Izmirning nihoyatda go'zal tabiati bu. Men bu yerga 4-marta kelayotgan bo'lsam ham, har safar kelganimda yana kelgim keladi. Ya'ni shunaqa tabiati o'zingizga tortadiki, hozir balki siz ekran oldida buni tasavvur qila olmayotgandirsiz, balki his qila olmayotgandirsiz bundagi havo, bundagi bir go'zallikni. Bu yerda qanday desam ekan, hatto tasvir bilan ham, til bilan ham ta'riflash qiyin. Faqatgina kelish kerak va bunday go'zal joylarni tomosha qilib ziyorat qilib ketish kerak. Yaratgan egamiz tomonidan yer yuzi nihoyatda go'zal qilib yaratilgan va barchasi mana shu insonlarga, siz bizlar uchun vatan qilib yaratilgan. Mana bu go'zallikka e'tibor bering. Avtomobillar karvoni. Bu yo'l shaharning u cheti bilan bu chetini bog'lovchi yo'l hisoblanadi. Tinch va osuda mahalla. Dunyo doim mana shunaqa tinch va go'zal bo'lsin. Urushlar kamaysin. Yurtlar tinch bo'lsin. Xalqlar bir-biri bilan inoq bo'lsin. Yosh bolalar, go'daklar, norasiydalar o'limi bu dunyoda yo'q bo'lsin. Doim mana shunday do'stona uchrashuvlarda Xudoning ilohiy qudratini tomosha qilish uchun dunyoning turli hududlaridan mehmonlar kelishligi davom etsin.